O'zi ham eng oxirgi videom dinozavr yilda chiqibdi-yu, bolalar. Yo, bolalar, sizlar bilan Rayzo do'stlar. Bugungi videomizda Minecraftda logikaga tupurib qo'ygan qonunlarni ko'rib chiqamiz va sizlarga ikkita teglarni ko'rsatib chiqaman. U teglarni sizlar videoni davomida ko'rib olasizlar. O'zi ham do'stlar, oxirgi marta dinozavr yilda video chiqarganim uchun sizlardan uzr so'rayman, chunki o'sha paytda o'zimni tomog'im og'rib qoldi. Xullas, videoni ko'p cho'zmasdan, qani unda biz Minecraftga kirib olamiz. Qani ketdi. Disclaimer. Bolalar, sizlar bu Minecraft logikalarni ko'rib qo'rqib ketishingiz mumkin. Shuning uchun shundoq qilib videoga like bosib, shundoq qilib chiqib ketinglar. Hazillashdan videoni oxirigacha ko'ringlar. Yo do'stlar, mana Minecraftga ham kirib oldik bolalar. Endi biz Minecraft logikaga tupurib qo'ygan mana fizikalarni ko'rib chiqamiz bolalar. Birinchi eng katta fizika, ya'ni Minecraft logikaga tupurib qo'ygan qonunni hozir ko'rib chiqamiz. Bolalar qaranglar. Bu rejada yo'q edi, custom shim kiyib olgan bu. Hozir yes qilamiz bolalar. Custom shim kiyib olgan, nima keragi bor? Короче, bolalar, mana bolalar ko'rasizlar, qanaqasiz bolalar. Zombi devor orqasida turibdi, ya'ni quyosh mana yoqdan tushib turibdi. Lekin mana zombi yonyapti bolalar, qanaqasiga. Quyoshning nurini hozir devor qaytarib turibdi-da, tushunasizlar bolalar, ya'ni soya qilib turibdi. Lekin bu zombi yonyapti, qanaqasiga bolalar. Quyosh yo'ldan tushyapti, lekin o'lib qoldi biladi. Bo'pti bolalar. Bitta qarchi buni o'ldira olamiz. Buni keragi yo'q. Kichkina zombi bo'lmaydi bolalar. Bolalar qaranglar. Men o'zini bolasini go'shtini yeydi. Nimaga bu yonmayapti desanglar, chunki bu anti-blok kuchi. Qanaqasiga quyosh mana yoqdan tushib turibdi bunga. Lekin bu yonmayapti. Tepariga quyosh buni tepariga blok buni qanaqa qilib turib asirayapti. Qanaqasiga bolalar? Qanaqasiga u nur qaytarishi mumkin bolalar? Amal bolalar, endi bilasizlar o'zingizlar. Minecraft o'zi shunaqa fizikaga tupurib qo'ygan joyi bor. Bolalar, mana bu tuxum qanaqangi kuchliligini sizlar vaqti bilmaysizlar. Bolalar, mana qaranglar. Yomma-yo. Shuncha blok kuchini qaytardi bolalar. Endi mana qaranglar bolalar. Yomma-yo, shuncha pisok kuchini ham qaytardi bolalar. Endi buni 100% qaytara olmaydi bolalar. 100% javob beraman. Qarab turinglar bolalar. Yomma-yo, shuni ham kuchini qaytardi bolalar. Qanaqasiga bu tuxum? Oddiygina kichkina tuxum. Endi bu nakabalni yana mamchi vapshe ko'tara olmasa kerak, shomoli sinib ketaveradi bu. Yomma-yo, sinmadi bolalar. Qanaqasiga sinmadi? Даже bu nakabalni bizani boshimizga tushib o'lib ketib pachoqlanib ketamiz-ku. Shuncha narsa bu tuxumni sindiramagan, men sindirdim hozir. Qanaqasiga bolalar? Minecraft fizikaga tupurib qo'ygan joyini ko'rasizlarmi bolalar? Bo'pti, qarangchi bolalar. Endi 3-chi tupurib qo'yilgan qonunga o'tamiz bolalar. Qaranglar. Slime blok bilan asalli blok turibdi-ya bolalar. Qaranglar. Nega slime'li blokdan o'tmaydi kamonning o'qi? Ko'rasizlarmi? Teshiklardan vaqti o'tmaydi blok, kamonning o'qi. Vaqti umuman iloji yo'q, o'tmayapti. Endi mana qaranglar bolalar. Asal blok bor-ku, shu asal blokdan o'tibdi, mana qaranglar. Qaranglar, hozir jeter o'lagan. Ana ko'rasizlar qanaqasiga? Yoki bu jetersizlar o'lashingiz mumkin, bu jetersizlar sehrlab qo'ygansan deyishingiz mumkin. Mana xohlasanglar boshqa mobni ko'rsa, mana sigir mobida molni ko'rsamiz. Mana qaranglar. Mana moldan ham o'tadi. Qaranglar. Ana ko'rasizlar? Qanaqasiga? Nega asalli blokdan o'tadi, slime'li blokdan o'tmaydi? Bu Minecraftda yana bitta logikaga tupurib qo'ygan, fizikaga tupurib qo'ygan qonuni bu bolalar. Endi Minecraft fizika oyog'ini qo'yib qo'ygan joyi bor bolalar, vapshe. Mana qaranglar va anu zombicha bolalar. Agar asabiylar chatoq bo'lsa bo'ldi, yog'iga vapshe ko'rmaylar, ishoninglar. Keyingisi vapshe bo'ladi bolalar, qarab turinglar. Qaranglar, eshikda teshik bor. Eshikning teshigi bor. Qarab turinglar bolalar. Mana eshikda katta g'ordek qilib teshik qilib qo'ygan. Lekin kamon o'qib o'tmaydi. Nimaga? Qanaqasiga bolalar? Qanaqasiga? Teshik turibdi, lekin teshikdan o'tmayapti kamonning o'qi. Bo'pti, mayli, sizlar o'ylashingiz mumkin, balki temirli eshikning farqi bor deb o'ylashingiz mumkin. Mana bolalar, daraxtning eshigiga ham qilib ko'raman.
g'ordek teshik bor, lekin kamon o'q o'tmayapti. Qanaqasiga? Endi mana buni saqlamiz. Ko'rasizlar bo'ldi? Qanaqa qilib turan osmonda muallaq holatda turibdi hozir bu. Endi mana qarang, yonmayo. Qanaqasiga o'tmayapti bu bolalar? Qanaqasiga? Teshigiga qarab o'tyapman, teshigiga. Bu qardamgina yana Minecraftda logikaga tupurib qo'ygan qoldim. Endi mana shuni qaranglar. Bunisiga вообще chidolmaysizlar bolalar. Qanaqasiga? Qanaqa tablitsadan o'tib, mana teshikdan o'tmayapti. Teshikdan o'tmasdan turib, tablitsaning ichidan o'tib ketyapti. Yo, вообще. Agar asabiylashaqda bo'lsa, bo'ldi, u yog'iga umuman ko'rmaylar, shonringlar. Hosili вообще asabilan buzilgan narsa chiqib keladi, shonringlar. Hop biz bularni qo'yib qo'yaylik. Qaranglar bolalar, Minecraftda tabiiyki Minecraftda creeper portlaydi. Mana oddiygina portlaydigan creeper. Mana portlayotdi, ko'rasizlar. Hech olmasanglar ham bitta qo'yib ko'rsam, mana bolalar. Portlayotdi har doimgidek. Agar sizlar mana shu Minecraftda creeper tagiga mana qala plita qo'yib turib portlatsanglar, hech qayoq portlamaydi. Nimaga? Hozir yig'laveraman. Nimaga Minecraft logikasi bunaqa? Nima plita hozir bunga nima qilib beryapti? Vashti tushunmayman. Mana shu bitta kichkina plita creeper umuman portlashdan qutqaryapti. Faqat plita yo'q qilyapti bolalar. Yo bola asabim chatoq. Yo'g'iga vashti ko'rsamayman bolalar. Sizlar ham umuman ko'rmanglar bolalar. Vashti asab buzilgan narsa ekan bolalar. Qanaqasiga hozir bu creeper portlamayapti, anaqa ustida turgan plitani. Bo'pti bolalar, endi videoning oxiriga keldik. Sizlarga va'da berganimda endi ikkita teglarni ko'rsataman. U ikkita teglar kulguli teglar. To'g'ri, bu videoga aloqador bo'lmasa ham, просто sizlarga bonus qilib ko'rsataman. Men sizlarga shunaqa bonus qilib ko'rsatganim uchun iltimos sizlar shunaqana videodan chiqib like bosib qo'yinglar, likelarni ayamanglar. Короче, bu yoqqa men birkani qo'yamiz va bularni o'chiramiz. Bu yoqqa qanaqa? Ya'ni dinner boner yozasizlar, yaxshi raqam beringlar. Ikkita n yozasizlar, ikkita n. Kim olib turib bitta qo'ysizlar, yo'qmayo. Ko'rsam bo'ldi, moblarni boshini osmondan qilib qo'yadi. Bu faqat jitellar emas, har xil moblarga o'xshaydi mana. Ko'rsam to'yga ham o'xshaydi. Yo'qmayo, qanaqa yuribdi hozir bu? Oyog'ini osmonga qilib yerda yuryapti. Yo'qmayo. Mana bu to'yga ham o'xshaydi. Xullas, bo'y bitta mobilga o'xshaydi. Mana bu to'yga ham o'xshaydi. To'yga emas, mana slime'ga ham o'xshaydi. Ko'rsam qanday? Короче, Minecraft qanaqadir bug'ini bilmayman. Xullas, bu просто qiziqqina video. Endi buni keyingi tegga o'tamiz bolalar. Yo'qmayo, mana digital turishini qaranglar. Haram oyoq osmonda. O'ldirib tashlaylik buni. Bo'pti, короче, bolalar keyingi anaqa qilganimiz ham, конечно же, birka kerak bo'ladi bolalar. Bitta qo'yib olsanglar bo'ldi. Buni kim qildi? Nima qilmadim bolalar. Короче, birkani qo'yasizlar. Birkaga yozasizlar. Portugal, qanaqa Portugal? Jeb deb yozib qo'yish, shunaqana pastga chiziqcha qilib qo'ysanglar, yaxshilab qaranglar. Hammasi kichkina yoziladi bolalar. Kimni qilsanglar, buni qilsanglar, rang-barang qo'ylar paydo bo'ldi. Uyalmayapsam, u uyatsiz. Mana videoyimda bo'lib turib, birovni qo'yib yonmay uyatsiz. Hozirlar, bolasini o'ylab qo'yishingiz mumkin. Bu ikkita qo'yib ko'paytirsa bo'ladimi? Va uni bolasini rangi qanaqa bo'lib chiqar ekan bolalar? Bu menga ham qiziq. Shuning uchun hozir men xashiy olaman. Buni bolasi qanaqa rangda chiqar ekan, ha? Mana bolalar. 18+ bola, 18+ ko'rmanglar, 18+. Nega bolasini rangi oq chiqdi ekan? Bunda qanaqadir sir bor. Men bilaman, bunda qanaqadir sir bor. Bu sir kichkina emas, bu katta sir. Nimaga bolasi rangi-barang bo'lib tug'ilmadi? Bo'pti, qarich hamma narsani qo'yib qo'yamiz bolalar. Mana bolalar, videoni oxirigacha ko'rdinglar degan umiddaman. Video sizlarga yoqdi ham degan umiddaman. Iltimos videoga shunaqana like bosib, videodan chiqib turib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Va hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Rayzojon bo'ldi.